Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Ob-havoni chiroyligini ko'ryapsizmi? Bugun Surxondaryo viloyati yana bir katta anjumanga, xalqaro festivalga mezbonlik qilyapti. Ko'rib turganingizdek atrof yam-yashil. Bütün go'zallik, bütün borliqli go'zalligi bugun Boysunga ko'chgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana ko'rib turganingizdek mana shu 7 qavatli juda katta mahobatli mehmonxona ham Boysunga kelayotgan mehmonlar uchun, chet ellik mehmonlar uchun hozirlangan va bu yerga bugun ommaviy axborot vositasi vakillari, keng jamoatchilik kelib bu yerda katta bayramni birgalikda o'tkazyapti. Albatta 2 yilda bir marta bo'lib o'tadigan bu anjuman bugun xalqaro miqyosga chiqqanligi rost. Juda katta qizg'in tayyorgarlik ko'rganligi. Bu yerda har bir tuman, har bir mahalla, har bir o'sha qishloqdan kelganlarning juda chiroyli bir etnografik jamoalarning chiqishlari ham dillarga juda katta zavq bag'ishlayapti. Mehmonlar juda xursand va mana shu 50 dan ziyodroq mamlakatlardan kelgan sayyohlar, mehmonlar, mutaxassislar, folklorshunos olimlar va ommaviy axborot vositasi vakillari mana shu yerda bugun ushbu katta anjumanni birgalikda o'tkazyaptilar va atmosferani qarang, qanday chiroyli atmosfera. Bugun o'sha tepada pag'a bo'lib oqib yurgan, uchib yurgan bulutlarni ko'ryapsizmi? Bu bulutlarda ham katta ramziy ma'no bor. Juda salqin va bahavo 7-maygacha davom etadigan mana shu anjumanga albatta yurtdoshlarimizni kelishlarini, bu yerga mazza qilib sayr etishlarini, tomosha qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik va yana bir yangilik shundan iboratki, bu yerda shu festival doirasida har kuni respublikada xizmat ko'rsatgan artistlar, xalq artistlarining chiqishlari mana shu katta, mana ko'rgan amfiteatrlaringizda bo'lib o'tadi. Bu yerda mana shu o'tgan marta o'tkazilgan tadbirda mana shu stadion, amfiteatr qurilgandi va ana shu amfiteatrda bayram tadbirlari, uning ochilish va yopilish tantanalari hamda san'atkorlarning chiqishlari bu yerda keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Biz albatta sizlarni mana shu anjumanga, bayramga kelishlaringizni mazza qilib mana yurtdoshlarimizning sayri sayohat qilib yurganliklarini ko'rib, kayfiyatlarini ko'tarib, bu yerda atmosferadan, ob-havodan mazza qilib nafas olishlaringizni istab qolgan bo'lardik. Jo'raqul Tursunov, Surxondaryo.